بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. من الله razı kılman ahiret kimni haqiqiy cennet bilen bizeymen bu dünya hayatımni to'g'ri bo'lgan adalet to'g'ri tushunchaga qilman deydiganmiz. Biz har vaqt o'zimizdan hisob olib turishimiz kerak. Biz statistikchi bo'lishimiz kerak. Biz haqiqiy hayotlik matematikchisi bo'lishimiz kerak. Burunqi yaxshi bo'lgan o'lgulik kishilarimizdan Salmanul Farisi radhiyallohu anhu shunday deganki, 3 ish mening ko'nglimni siqidi. O'zimga qarab meni hayron qoldirdi. Birinchisi, meni har kuni bir kun o'tishi bilan o'limning yiqilishayotganligi, ölüm aldığa ketivatqanlığım meni agahlandırıp tursa, dünya şehvetlerine birilip, toğru fikri aqlanlık bilen ahiretke tayarlık kılalmağanlığım, Müslümanlar ümmet için faydalık yaxşı işlerini kılalmağanlığım. İkincisi, gafil kalgılı bulmaydıgan ahiret hesabı aldığımda tursa, ben o hesapını oylamay, dünyadaki turmuş hesaplarını to'la o'ylab ketkinim, ahirettin gafil bo'lib qolganligim. Men Allah Taola'nın rizoligiga erishamdimi? Yoki Allah menga g'azablanib, meni do'zaxga salatamdi? Yoki Allah günahimni kechirim qilib jannatga salatamdi? Buni bilmay turib, men shu Allohning jannatiga erishadigan to'g'ri bo'lgan amallarni ko'plab qilmay turib, mening bixud xursand ko'ngil ichib yurib ketganligim meni o'zimga qarab hayron qoldirdi va ishimni siqdi degan. Bir tuqqanlarimiz, bizning to'g'ri bo'lgan yetakchilarimiz, salaf solihlarimiz, yaxshi o'lgularimiz bizni qoldirgan qimmat va bizni qoldirgan to'g'ri ko'z qarash, to'g'ri iddia mana shu. Hayotlikda cho'qim bir dunyo va oxiratlik natija yaratish. Salmanul Farisi radhiyallohu anhu degan, biz Türkistan Uyghur Müslümanlarga dinning kirishiga sabab bo'lgan kishilardan birisi. Chunki bu kishi İrandan Paris bizning Uyg'urlar ziminimizga dinning kirishimi Parislarning İslamga kirishi bilan zich munosabatlik bir tuqqanlarimiz. Shuning uchun mana bu Salmanul Farisi radhiyallohu anhu bizni dunyo va oxirat bizga yaxshi bo'lgan o'zimizdan ve nefsimizden, hayatlıkımızdan statistika, hesap olib turishdan ibaret bo'lgan, to'g'ri bo'lgan bir yo'lga bizni boshladi. Allah Teala dedi ki: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullah vel tenzur nefsum ma qaddemet ligadin." Ey iman etgan adamlar, muşu Kur'an-ı Kerim'de iman etgan adamlar, işengen adamlar degan her qandaq bir ayet çıksa, her qandaq bir Müslüman mana bunu Allah alohida ogohlantiribdi. Meni Allah alohida chaqiribdi. Men xususiy bo'lgan bir telefon, xususiy bo'lgan bir turbat ochibdi. Men mush chaqiriqqa qabul qilay, mush chaqiriqqa yuzinay deyishimiz kerak. Deb Allah Taala iymon etgan odamlar, g'aflatingdan o'g'ringlar deb bizga chaqirib bilab deyki, Allohdan qo'rqinglar. Eng muhimi har qandaq bir jon, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, rehber bo'lsin, fuqaro bo'lsin, yüzlük bo'lsin
yoki jamiyatdagi o'rni to'rarroq bo'lsin, har qanday bir jon, mayli olim bo'lsin, yoki talib bo'lsin, yo ziyodiy bo'lsin, yoki fanniy bo'lgan yetakchilar bo'lsin, kim bo'lsin, har qanday bir jon, Allah bergan ruh, Allah bergan hayotlik o'rni bo'lgan har qanday bir inson, ata, ya'ni qiyomat kunisi Allah olda hisob beradigan bir amaliyat, yaxshi e'tiqod, yaxshi amallarni barpo qildimmi? Men ikki xo'jinning bir payga yaxshi ishlarni sala oldimmi? Ya degan mushundaq bir to'g'ri bo'lgan hisobotni o'zidan olsin. Men hisob ambirimga, hisob daftarimga, hisob bankamga yaxshi bo'lgan natijalik paylarni qo'ya oldimmi? Deb o'zidan hisob olsin dedi. Yine Ömür ibn Hattab radhiyallohu anhu deyki, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlar qiyomat kunisi Allohning oldida hisob ilinishinglardan burun o'zinglardan hisob olib turinglar. Xuddi bizning tamsilimizda o'zini so'ragan kishi qozi oldiga bormabdi, ya'ni qiyomat kunisi qattiq hisobda qolmabdi degan bo'ladi. Yine Allah Taala Qur'oni Karimda to'g'ri bo'lgan hisobga tayyorlik qilib, to'g'ri baxtga erishgan, hisobidan mahrum qilib, o'zining Alloh oldidagi qarzini unutgan va baxtsizlik yo'liqqanlarni Qur'onda bayon qilib dediki, A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Her qandaq bir inson haqiqatan sen Parvardigoringga hisob bergili, Parvardigoring oldiga qilgan har bir ishingning hisobi, statistikasini to'liq tashirib chiqargili borsan. Shu bir bo'g'icha bu dunyoda hamming jafolik ish qilasan. Shuning uchun har qandaq bir inson dunyoda kurash qiladi. Kofirmi kurash qiladi, mu'minmi kurash qiladi. Avvalan to'g'ri e'tiqod, tavhid e'tiqodi, to'g'ri bo'lgan ulgi payg'ambar alayhisolamning hayoti, to'g'ri bo'lgan ibodat, islom din bizga ko'rsatgan, Alloh bizga tushirgan tavhid e'tiqodi bilan qilgan to'g'ri ibodat, shariatga uyg'un bo'lgan, halol haromni ayirishdan iborat, to'g'ri xatoni ayirishdan bu iborat, haqqoniyat tuyg'umiz bo'lishdan iborat bo'lgan to'g'ri g'oyani yetaklaganlarmi, o'zining g'oyasidan kurash qiladi. Kufri, shirk, yomon e'tiqodlarni o'ziga singdirgan kishilarmi shu g'oyasidan kurash qiladi. Ammo har birisi Parvardigori oldiga berib o'zining qilgan shu ko'rishiga, shu ko'rishining natijasiga, hisobiga ushishidi. Nama amali o'ng tarafdan berilgan odam qiyomat kunisida eng oson hisob olinadi. O'zining jannatdagi oilasi qishiga xursand holatda qaytib bordi. Chunki bu odam bu dunyoda kofirlar, her türlü tajovuzchilar, bulardan her türlü Allah'a ishonganligi, payg'ambar alayhisolamning hidoyatini qabul qilganligi, Qur'on hadisning nuriga amal qilganligi, to'g'ri bo'lgan aqida va to'g'ri ibodatda bo'lganligi uchun kofirlar bulardan intiqom, bulardan hisob, bulardan her türlü qarz, her türlü jafo mushaqqatlarni bularga mindirib, bularni her türlü jazolagan bo'lsa-mu, bular o'zining e'tiqodida to'g'ri tushuncha, to'g'ri g'oyani bu dunyoda tanlab, to'g'ri haqiqatga ega bo'lganlik uchun oxiratda bular hech qanday qarz, hech qanday jinoyat surish qilmaydi. Bular jannatda Allohning oldida xursand o'zining bolavog'isi qaytib boradi. Lekin uning nomi amali orqa tarafdan berilgan. Odam har qanday bir Allohni unutgan, Allah oldidagi hisobini unutgan bundaq odam oxiratda voy isat halok bo'ptimi deb o'zining halok bo'lganligini oshkora jikorlaydi. Nimishqa bu shundoq xafalat qilib qolgan desa, bu o'zining bu dunyodagi oilasi ichida xursand yashagan. Demak, bu yerda oilada xursand bo'lish xato deganlik emas.
to'g'ri bo'lgan e'tiqod, to'g'ri tushuncha, to'g'ri fikrga ega bo'lgan mu'min eng xo'shal, eng xursand Alloh bergan barliq hayotlikdan Allah ko'rsatgan programma, Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha foydalanib eng xo'shal yashaydi. Ammo bu dunyoda oilasida nimadan xursand bo'lib yashagan desa, o'zining ko'ngil xohishiga berilib ketgan, yomonlikqa berilib ketgan, yolg'on ilohlarga berilib ketgan, musulmonlarni, mu'minlarni, ojizlarni bo'zaq qilib, zulm qilib, tajovuz qilib, yomonlik qilib, yomon iddia, yomon kufri, buzg'unchiliklarni dunyoga tarqitib, shunda yomon ishlar bo'lganligiga o'y kelib, xo'shal, xursand turib, o'zining bo'lib oxiratdagi hisobini, Allohning oldidagi hisobini unutib, uyda hech qanday bir Allah aldı qarz yo'qligidek, din aldı qarz yo'qligidek, musulmon ummati aldı qarz yo'qligidek, o'zining o'z insonligi aldı qarz yo'qligidek yashagan. Shuning uchun bu oxiratda o'zining halok bo'lganligini o'zi zikrlaydi, va bu do'zax kirdi, va yasla sa'ira, ya'ni qiyin azobga, qiyin do'zax kirdi dedi. Chunki bu o'zining qiyin azob chiqilolmaydigan do'zax kiradigan yo'lini bu dunyoda o'zi hozirlab qo'ygan. Shuning uchun qarindoshlarimiz nurg'unlagan davlat rahbarlari bor, nurg'unlagan jamiyat yetakchilari bor, nurg'unlagan ozg'un jamiyatda yashayotgan guruhlar bor. Bular xalqlar bulardan bularning mas'uliyat to'g'riliq bir narsa so'rayolmaydi. Bular o'zini boshqalar oldi qarzlar hisoblamaydi. Alloh oldi qarzlar hisoblamaydi. Lekin bular Allohning qarzini bermagan, dinning qarzini bermagan, oxiratning hisobat qarzini bermagan, o'zining nafsi, o'zining hayotligining to'g'ri bo'lgan qarzini bermagan. Bu o'zimni Allohning azobidan quldiray degan bir e'tiqod, bir tushuncha kelmagan. Shunga nurg'un kishilar uyimizda iqtisod, turmush, oila, hayotlik bilan bo'lib ketib, oxiratning qarzini joyida bermay, musulmon ummatining qarzini joyida bermay, Allohning qarzini joyida bermay, payg'ambarning qarzini joyida bermay, diniy omonatning qarzini joyida bermay, tog' ko'tarishga, agar tog'da aql bo'lsa, tog' ko'tarishga jur'at qila olmagan, Alloh bizni baxtli qilib eshtirgan islom din omonatini biz ko'targan mush omonatning qarzini joyida bermay, biz oilamizda xursand o'ltiraversak, mana shu Alloh taolo oldida qiyomat kunisi oilasida xursand holatda o'ltira olmay, baxtsiz holatda o'ltiradigan do'zax ahlidan bo'lib qolamiz. Ya'ni bu dunyoda oilada Alloh oldi qarzini bermay xursand o'ltirsak, oxiratdagi do'zaxda baxtsiz oila, baxtsiz bir insonga aylanib qolamiz. Agar bu dunyoda baxtimizni tepib, to'g'ri bo'lgan aqidaga, to'g'ri tushunchaga kelib, Allohning qarzini joyida ado qilsak, oxiratda o'zimiz va ahlimiz va bolavoqimiz bilan jannatdagi oilamizga xursand qayta olamiz. Hammamizni Alloh jannatdagi oilamizga xursand qayta qilib qo'ysin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu dunyoni yo'ldan o'tkichi bir musofirning hayotiga o'xshatgan. Har qanday bir qarindishimiz bu dunyodan yaxshi bo'lgan natijalarni elishi, yaxshi amallarni qilishi, yaxshi harakatlarni qilish kerak. O oxirat uchun yaxshi ulgura eta oladigan yaxshi ishlarni, yaxshi amallarni, yaxshi izlarni dunyoda qoldirib, Alloh rozi bo'ladigan yaxshi hayot, yaxshi amaliyotga jannatda erishishimiz lozim. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.